fermer xo'jaligini tashkil qilganimizga 7 yil bo'lgan. Mana sheyxlar bir ovloq joylar edi. Belli. Mana sheyxlarni obod qildik. Odam yig'ishtirilmaydi, yig'ishtirilmay birinchi istiribsiz qurdik. Ana so'g'ran akayin nachnoy qilib qurdik. Mamalar, bobolar yig'ishtirildi, 36 ta qora molimiz bor, 2 ta bo'lgan qo'y bor. Boqib yotibmiz. Boshida bu g'altir bu yoqqa tortdi, direktor bu yoqqa tortdi, masenga sikim qoldi, karsanga bo'ldi. Ketganmiz bitta lasiyatda plasmastalik. Bitta sonusma degan mashina chiqqan. Shundan haydab yuribmiz. Kamimiz yo'q. Endi gapirsa gapdan qo'ya. Lekin pulni qo'ya. Nima deyman? Men bugun o'zi aroq ichib gapira olmay qolganman. Shu san'atkorlarga bersak-da, endigi qo'shig'imizdan inandami deb o'tadi.